Diqqat, xonanda Shirin Zayitova ko'z yoshlarga sabab bo'lgan voqeani oshkor qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangilardan bo'lib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zbek xonandasi Shirin Zayitova ko'z yoshlarisiz tomosha qila olmagan yagona film nomini aytdi. O'zbek xonandasi Shirin Zayitova filmlar tomosha qilayotganda kamdan kam yig'lashini va odatda filmlarni qayta ko'rishni yoqtirmasligini aytdi. Uning ta'kidlashicha, syujetni oldindan bilish qiziqishni kamaytiradi. Biroq Shirin bitta istisnoni ham tilga oldi. Jurnalistning ko'z yoshlarga sabab bo'lgan film haqida savoliga u Hatiko eng sadoqatli do'st filmini nomladi. Hatiko filmi menga nihoyatda kuchli ta'sir qoldirgan. Undagi sadoqat va samimiy tuyg'ular hech kimni befarq qoldirmaydi deya ta'kidladi xonanda. Hurmatli tomoshabinlar, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Eng so'nggi xabarlardan xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham yodingizdan chiqarmang.